Assalomu alaykum. Men Obloqulov Ravshan, Toshkent kimyo texnologiya universiteti neft-gaz qayta ishlash fakulteti 3-bosh talabasiman. Xo'p, amino yordam gazlarni tozalash qurilmasini sizga tushuntirib beraman. Regeneratsiya gazi sigaret qurilmasidan 4-5 megapaskalga bosim harorat 70 gradus haroratda notoza gaz separatorga borib, separatordan adsorberga boradi. Adsorberdan detallama eritmasi 20-25% eritmasi bilan adsorbent hisobida foydalanilib, adsorberning tepa qismidan yomkisga borib, yomkisdan tozalangan iste'molchilarga chiqarib yuboriladi. Past qismida nasoslar yordamida shamollag'ichga boradi. Shamollag'ichdan 0.5 megapaskal bosimga tushgan holatda qadoqlashga boradi. Qadoqlash orqali qo'la aro pechiga borib 105 gradus haroratda qiziydi. Qizigan holatda adsorbentga o'tadi. Adsorbentga o'tib, tepa qismidan vodorod sulfid va karbonat angin gazlari chiqib ketib, o'rta qismidan nasoslarga tushadi. Nasoslar yordamida issiqlik almashinishga boradi. Issiqlik almashinishdan sovutishga tushib, sovutishgan yana adsorbent tepa qismiga keladi. Adsorbentdan yuqori aro pechiga tushib, 125 gradus haroratga qizdirilib, yana sovutishga issiqlik almashinishga tushadi. Issiqlik almashinishdan yig'uvchiga boradi. Yig'uvchidan nasoslar yordamida ikkita sovutishga yuboriladi. Tepa qismidan adsorber tepa qismiga sovutishga yuboriladi. Past qismiga adsorberni 20 tabelkasiga yuboriladi.